Bugün ben nim demekçi degan asda men sizlarga yaxshi va yaxshi ish. Shunga o'xshaydigan to'xu, bunda kala go'shti, undan boshqa yana bu g'oz bor ham yerda, g'oz. Paxlaymiz ma g'oz. Endi biz o'xshagan lotanninki may chiqarish usulini o'rganib o'tamiz. Avval biz so'ng piyoz, bosh piyoz, sinjang, qanaqa lapiza, endi keyin to'xumen tayyor qilamiz. 5 kilo mayga 2 kilo to'xumen selib tashlaymiz. Undan keyin sinjang, bosh piyoz, so'ng piyozdan selib bu sag'ag'icha, endi keyin shansaydan 100 gram shansay sevitimiz. Bu shuni mayni tamlantiramiz. Tamlantirib bo'lgandan keyin bunga chanagan lapiz bor. 1,5 kilo atrofida. Bu chanagan lapizni azroq cho'tiyonga aralashtirib, buni mayda rangga biz o'ylagan rangga, shunda ranggacha o'raymiz. Qovadagi lapizni suzib etib, mayni lotanga to'kamiz. Endi biz shunga o'xshagan lotangni chiroyli chiqarish uchun qolgan rang tanshi, so'qqan do'risini kelar deb so'zlaymiz. Bu tarzda ko'rib bo'lgandan keyin biz yurakni aymay berib, dengizdan qilib qo'yishinglarni umid qilaman.